Akalar mana qo'ziqorinlarga namligini oshirish uchun poliyasi sepib qo'yamiz. Mana shunaqa qilib, hozir yana bir marta suv beramiz. Hozir bir paqir sepdik, yana bir paqir, ikkinchi paqir. Mana shunaqa qilib suv taqib qo'yamiz. Mana shuni nimasiga isparenisiga qo'ziqorinlar sug'oriladi. O'zi ispareni bo'ladi. Qo'ziqorinlarimiz sug'oriladi. Mana qo'ziqorinlarimiz holati ikkalamiz qoplarimiz oqardi. O'zi sekin qo'ziqorinlar chiqishni boshladi. 20 bugun xudo xolasa 22 kun ekan. Endi hozir men qorong'i mana qo'ziqorinlar bo'rtib paketlarni yorib mana bu yerdan ko'rinadi mana. Mana shu qo'ziqorin chiqib kelyapti. Mana bu yerlardan ham mana o'tib qo'ygan, Allohga shukr. Hosillarimiz o'z mevasini beryapti. Mana bularda ham o'zgarish yaxshi. Mana qoplar bo'rtgan. Xohlasa endi kunda video qo'yib turamiz. Obuna bo'lib, like bosib yuborasizlar. Ulashib qo'yasizlar videolarni. Mana bular ham mana bo'rtib qolgan. Mana yonidan mana chiqib qoldi qo'ziqorin mayda bo'lib ko'rinayotgan bo'lsa. Inshaalloh Xudoga shukr, Allohga beadad shukr. Qo'ziqorinlarimiz chiqishni boshladi mana qoplarimiz. Mana shularga bugun 21 kun bo'ldi. 21 kundan boshladi chiqishdi. Sekin yorishdi. Endi bunga xonani namligi kerak. Toza havo. Kislorod yoqamiz, tashqaridan toza havo olamiz. Ventilyatsiyamiz. Parregimizni yoqamiz. Tashqaridan toza havo olyapti. Ikki qator ventilyatsiyamiz, shobodalar kelyapti. Tashqaridan toza havoni olyapti. Endi yangi havo kelyapti bularga toza. Endi ichkaridagi havoni tozalash uchun ventilyatorni yoqib qo'yamiz. Videolar yoqqan bo'lsa, like bosib tarqatib qo'yasizlar qo'ziqorinchilarga. Mana biz ham birinchi marta ekishimiz. Billa ko'ryapmiz. Xato va kamchiliklarni billa olib boryapmiz. Lekin mana qoplarimiz ko'karib qolgan. Bu ko'karganligi sababi namligi ko'pligi uchun ko'karga, lekin o'zgaryapti. Sekin o'zgaryapti. O'zgarish sekinroq. Iloji boricha namligini pasaytirish kerak ekan. Biz namligi ham borligi uchun ekib borgandik. Hozir yerda 275 ta paketimiz bo'lsa, bir 60 tachasi ana shunaqangi ko'karib qolgan. O'zgarish bo'lyapti, lekin sekinroq. Mana ularga qaraganda mana bular oqarishi yaxshi. Namligi yaxshilik uchun mana bular oqaryapti. Videolarni ulashib qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Sizlar bilan shu qo'ziqorinni inshaalloh foydalarini ko'rib boramiz. Sizlarga ham darsli bo'ladi, bizga ham darsli bo'ladi. Biznesni yo'lga qo'yamiz. Mana ular boshqa narsaga ekilgan. Puxga ekilgan. Buni ham ko'ramiz. Bular sho'rxalarga ekilgan, bu puxga ekilgan. Mana bu ham puxga ekilgan. Oqarishlari yaxshi. Mana ular g'o'zani po'chag'iga ekilgan. Bular ham yaxshi effekt beryapti. Bular ham yaxshi. Nimalar o'zgarishi yaxshi. Oqarishlari mana o'zgarishlari yaxshi. Videolarni olishib qo'yinglar. Like bosib yuborasizlar. Rahmat kuzatib borayotgan menga, hammalaringga.